Bir daqiqa vaqtingizni olaman. Assalomu alaykum Dildora opa. Bugungi aksiya qanaqa o'tyapti? O'zi bilasizlar, bu aksiyani tashkillashtirishdan eng asosiy maqsad ayollarimizda profilaktik ko'rikka olib borish. Chunki hammaning imkoniyati, vaqti har xil. Baribir tekin aksiya qilganda juda ham ko'p ayollarimiz profilaktik ko'rikdan o'tadi. U nafaqat ginekolog masalasida, barcha mutaxassislardan ko'rikdan o'tkazyapmiz va eng asosiysi, men xursand bo'layotganim, juda ko'p ayollarimizda o'sha bo'lishi mumkin bo'lgan onkologik kasalliklarni oldini olyapmiz. Chunki juda ko'p ayollarimizda adenomyoz, miomalar aniqlanyapti. Boshqa mutaxassislarga borishgan, afsuski qanaqa tekshirishgan bilmaymiz, yo'q deyishgan, lekin profilaktikani zo'r olib boryapmiz degan umiddaman, chunki juda ham ko'p ayollarimiz xursand bo'lib ketishyapti, rahmatligini aytishyapti. Ya'ni oldimizga qo'ygan eng ustuvor vazifani ayollarimizda salomatlikni saqlashda o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz va bundan keyin ham harakat qilamiz. Rahmat.